musulmon Tunoni sherigini yoqib yubordi. Bolalar bizda 3 ta komanda, hammasi yakka komandalar. O'yinning oxiri qanday bo'ladi kuzatamiz. Tak, demak musulmon ikkovi ham hammasi zonadan tashqarida, faqat men zonada turibman bular ichida. Hozir zona bitta yuraversa, uchovini ham qisib qo'yadi. Kimdir qiriladi. Tunoga zo'r ochildi Sayxon. Tuno lekin nimaga urmaydi? Bo'ldi, Sayxon yopildi. Tuno urib yubordi. Endi bu yerda musulmon bilan yakkama-yakka qoldi bolalar bu yerda. Musulmon ham zonaga qochdi, Tuno ham bir tomondan aylandi. Ko'ramiz. Hayashga bo'lganda bittaga uchib turadi. Yaxshi.